Agar sizning nomingizda kvartira, hovli yer uchastkasi yoki ipotekadagi uy bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik yangi qonun chiqibdi, endi kvartiralarni tortib olishar ekan degan gaplarni eshitib vahimaga tushyapti. Men bugun sizga masalani oddiy tilda, huquqiy tomondan tushuntirib beraman. Qaysi holatda uy-joy olib qo'yilishi mumkin? Qaysi holatda hech kim sizni uyingizdan chiqarib yubora olmaydi? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi va o'zingizni qanday himoya qilasiz? Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta nozik joyni bilmaslik odamni juda katta muammoga olib kirishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men sizga oddiy odam tushunadigan tilda eng kerakli huquqiy ma'lumotlarni yetkazib boraman. Avvalo eng muhim gapni aytaman. Qonuniy egalikdagi kvartira yoki uy hech qachon shunchaki kimdir xoladi deb tortib olinmaydi. Uy-joy mulk huquqi bilan himoyalangan. Lekin amaliyotda shunday holatlar bor. Davlat ehtiyoji uchun buzish, noqonuniy qurilish, qarzdorlik bo'yicha sud qarori, ipoteka to'lanmasligi, firibgarlik bilan olingan mulk, hujjatlarda jiddiy xatolik bo'lishi, meros nizosi, garovdagi mulk masalasi. Odamlar aynan mana shu holatlarni bir-biriga aralashtirib yuboradi. Oldin ko'pchilikning og'riqli muammosi shunday edi. Bir hududda ko'p qavatli uy qurilishi, yo'l kengayishi yoki boshqa davlat loyihasi boshlansa, fuqaroga uyni bo'shating deyilgan, kompensatsiya masalasi esa keyin surilgan. Ba'zi joylarda baholash past qo'yilgan, odamga bozordagi narxdan ancha kam pul taklif qilingan. Ayrim hollarda esa uy buzilib ketgandan keyin fuqaro yillar davomida pulini kutgan. Shuning uchun xalq orasida kvartiralarni tortib olishadi degan qo'rquv paydo bo'lgan. Hozirgi o'zgarishlarning mohiyati shundaki, uy joyini olib qo'yish jarayoni yanada qat'iy tartibga solinmoqda. Ya'ni biror organ kelib og'zaki gap bilan bu joy davlatga kerak, chiqib keting deya olmaydi. Qaror bo'lishi kerak, asos bo'lishi kerak, baholash bo'lishi kerak, egaga kompensatsiya taklif qilinishi kerak, nizo bo'lsa sud tartibi bo'lishi kerak. Eng muhimi, mulkdorning huquqi birinchi o'rinda ko'rilishi kerak. Men buni alohida ta'kidlayman. Qo'lingizda kadastr hujjati, mulk huquqi, oldi-sotdi shartnomasi, meros hujjati yoki hadya shartnomasi to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, siz kuchli huquqiy pozitsiyadasiz. Birinchi toifa, hujjatlari to'liq bo'lmagan uy-joy egalari. Masalan, odam 15 yil oldin hovli sotib olgan, lekin oldi-sotdi notarius orqali rasmiylashtirilmagan. Tilxat bor, qo'shnilar biladi. Pul berganmiz deydi. Mana shunday holatda xavf katta. Chunki qonun oldida oddiy tilxat ko'pincha mulk huquqini tasdiqlab bermaydi. Agar eski egasi vafot etsa, uning merosxo'rlari chiqib qolsa, yoki yer davlat ro'yxatida boshqa odam nomida tursa, siz juda qiyin vaziyatga tushasiz. Shuning uchun men shu uyda yashayapman-ku degan gap yetarli emas. Mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lishi kerak. Ikkinchi toifa, ipoteka yoki kredit asosida uy olganlar. Masalan, siz 500 million so'mlik kvartirani ipoteka orqali oldingiz. Dastlabki badalni to'ladingiz, keyin har oy 6 million so'mdan to'lab borishingiz kerak. Agar 3-4 oy to'lov qilmasangiz, bank sizga ogohlantirish beradi. Agar qarzdorlik ko'payib ketsa, bank sudga murojaat qilishi mumkin. Sud qarori bilan garovdagi uy sotuvga chiqarilishi ehtimoli bor. Bu davlat kvartirani tortib oldi degani emas. Bu qarz majburiyati bajarilmagani uchun garov mexanizmi ishladi degani. Shuning uchun ipoteka olgan odam har doim bank bilan aloqada bo'lishi kerak. Agar vaqtincha ishsiz qolsangiz, darhol bankka yozma ariza bering. Daromadim kamaydi. To'lov jadvali qayta ko'rib chiqishni so'rayman deb. Og'zaki gap emas, aynan yozma ariza muhim. Uchinchi toifa, noqonuniy qurilish qilganlar. Masalan, odam ko'p qavatli uyda birinchi qavatda yashaydi va ruxsatsiz balkonni kengaytiradi. Umumiy foydalanishdagi yerga do'koncha quradi yoki tomorqa yo'ldan qo'shimcha xona qo'shib oladi. Keyin bu mening mulkim deydi. Yo'q. Agar qurilish ruxsatsiz bo'lsa, loyiha bo'lmasa, kadastrga kiritilmagan bo'lsa, u qism qonuniy mulk hisoblanmasligi mumkin. Bunday holatda buzdirish talabi qo'yilishi mumkin. Bu yerda ham butun uy emas, aynan noqonuniy qism masalasi ko'riladi. 4-toifa, davlat ehtiyoji uchun yer yoki uy olinishi mumkin bo'lgan hududdagi fuqarolar. Masalan, yangi metro liniyasi, yo'l, ko'prik, maktab, shifoxona yoki strategik obyekt qurilishi kerak bo'lsa, ayrim uylar loyiha hududiga tushib qolishi mumkin. Bunda asosiy masala sizga qanday kompensatsiya beriladi? Kompensatsiya pul shaklida bo'lishi mumkin. Boshqa uy-joy berilishi mumkin. Ko'chish xarajatlari qoplanishi mumkin. Tadbirkor bo'lsangiz yo'qotilgan foyda ham ayrim hollarda hisoblanishi mumkin.
Lekin eng muhim nuqta baholash adolatli bo'lishi kerak. Mana oddiy misol. Sizning 2 xonali kvartirangiz shaharning markaziy qismida bozordagi narxi 6,2 million so'm. Sizga 120 million so'm taklif qilishdi. Siz bunga rozi bo'lmasangiz, mayli baribir olamiz deyishlari mumkin emas. Siz mustaqil baholovchi chaqirishga, hujjatlarni talab qilishga, qarorni ko'rishga, kompensatsiya shartlarini yozma tarzda olishga, norozi bo'lsangiz sudga murojaat qilishga haqlisiz. Men doim aytaman, qo'rqib imzo qo'ymang. Imzo qo'yishdan oldin o'qing, tushunmasangiz yuristga ko'rsating. Kimlar unchalik xavotir olmasligi kerak. Agar sizning kvartirangiz qonuniy sotib olingan bo'lsa, notarial shartnoma bor bo'lsa, kadastrda sizning nomingizda tursa, kommunal qarzlaringiz nazoratda bo'lsa, ipoteka to'lovlari vaqtida qilinayotgan bo'lsa, uy noqonuniy qurilmagan bo'lsa, siz vahimaga tushmasligingiz kerak. Sizning mulkingizni hech kim bir kunda bitta og'zaki buyruq bilan olib qo'ya olmaydi. Yana bitta real holatni ko'ramiz. Oila 2012 yilda yangi qurilgan uydan kvartira olgan, lekin quruvchi kompaniya ayrim hujjatlarni oxirigacha rasmiylashtirmagan. Odamlar pul to'lagan, yashayapti, lekin kadastr chiqmagan. Mana bu juda xavfli holat. Chunki mulk to'liq ro'yxatdan o'tmaguncha sizning huquqingiz zaifroq bo'ladi. Bunday vaziyatda quruvchidan barcha shartnomalarni, to'lov kvitansiyalarini, dalolatnomalarini foydalanishga qabul qilish hujjatlarini talab qilish kerak. Agar quruvchi cho'zsa, yozma talabnoma yuborish kerak bo'lsa, sud orqali majburiy rasmiylashtirishni talab qilish kerak. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nuanca. Kompensatsiyaga rozi bo'lib imzo qo'ysangiz, keyin nizo qilish ancha qiyinlashadi. Masalan, sizga tezroq imzo qo'ying, bo'lmasa umuman pul olmay qolasiz deyishdi. Siz qo'rqdingiz va 400 million so'mga rozi bo'ldingiz. Keyin qo'shningiz 600 million olganini bildingiz. Albatta ayrim hollarda sudga murojaat qilish mumkin. Lekin sizning imzoingiz qarshi tomon uchun kuchli dalil bo'ladi. Shuning uchun hech qachon bosim ostida shoshilib o'qimasdan imzo qo'ymang. Ikkinchi nuanca, davlat ehtiyoji degan ibora har qanday xususiy qurilish uchun ishlatilmasligi kerak. Agar biror investor kelib ko'p qavatli uy qurmoqchi bo'lsa, bu avtomatik tarzda davlat ehtiyoji degani emas. Davlat ehtiyoji aniq asoslangan bo'lishi hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Agar sizga bu yerda biznes markaz quriladi, shuning uchun chiqasiz deyishsa, darhol so'rang. Qaror qani? Loyiha qani? Kompensatsiya tartibi qani? Kim baholagan? Qaysi qonun asosida? Uchinchi nuanca. Uyda ro'yxatda turgan odamlar bilan mulkdor bir xil narsa emas. Masalan, kvartira otaning nomida, lekin unda o'g'li, kelini, nabiralari ro'yxatda turadi. Mulk masalasida asosiy huquq egasi mulkdor bo'ladi. Lekin ko'chirish, yashash huquqi voyaga yetmagan bolalar masalasi alohida ko'rilishi mumkin. Shuning uchun oilaviy nizolar men propiskadaman. Demak, uyning yarmi meniki degan tushuncha noto'g'ri. Ro'yxatda turish mulk huquqini bermaydi. Mulk huquqi shartnoma, meros, hadya, nikoh davrida orttirilgan mol-mulk kabi asoslar bilan belgilanadi. 4-nuanca. Nikoh davrida olingan kvartira xotinning umumiy mol-mulki bo'lishi mumkin. Masalan, kvartira erning nomiga rasmiylashtirilgan, lekin nikoh davrida olingan. Keyin uni sotmoqchi yoki kompensatsiya olmoqchi. Bu yerda xotinning roziligi masalasi kelib chiqadi. Agar kompensatsiya berilsa, u oilaviy umumiy mulk sifatida baholanishi mumkin. Shuning uchun ajrim jarayonidagi oilalar ikkinchi turmush, merosxo'rlar bor holatlarda juda ehtiyot bo'lish kerak. 5-nuanca, qarzdorlik bo'yicha yagona turar joy masalasi. Odamlar orasida bitta uyim bo'lsa, uni hech kim ola olmaydi degan fikr bor. Bu fikr har doim ham to'g'ri emas. Agar uy ipoteka yoki kredit uchun garovga qo'yilgan bo'lsa, majburiyat bajarilmasa, garov bo'yicha undish qaratilishi mumkin. Ya'ni yagona uy degan himoya garovdagi mulkka avtomatik to'siq bo'lavermaydi. Lekin oddiy mayda qarzlar bo'yicha ham hamma narsaning tartibi bor. Sud qarori, ijro ishi, baholash, sotuv jarayoni. Hech kim kelib sudsiz uyingizni olib ketmaydi. 6-nuanca, kommunal qarzlar. Elektr, gaz, suv yoki issiqlikdan qarzingiz borligi uchun kvartira tortib olinadi degan gaplar ko'pincha vahima. Kommunal qarzlar bo'yicha xizmat cheklanishi, qarz undirilishi, sudga berilishi mumkin. Lekin oddiy kommunal qarz tufayli darhol uy olib qo'yilishi juda murakkab va kam uchraydigan holat. Shunga qaramay, qarzni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki qarz ustiga penya sud xarajati ijro to'lovi qo'shilib, summa kattalashib ketadi. 7-nuanca, firibgarlik bilan sotilgan kvartiralar. Masalan, bir odam soxta ishonchnoma bilan kvartirani sotib yubordi.
Yangi xaridor pul berdi, notariusdan o'tdi, lekin keyin haqiqiy mulkdor chiqib keldi va men sotmaganman dedi. Bunday ishlar sudda juda murakkab ko'riladi. Xaridor o'zini halol xaridor deb isbotlashi kerak bo'ladi. Lekin ba'zi hollarda mulk asl egasiga qaytarilishi, xaridor esa pulni firibgardan talab qilishi mumkin. Shuning uchun uy sotib olayotganda arzon ekan deb yugurib bormang. Bozor narxidan juda arzon taklif doim xavf belgisi. Endi sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mulkingizning hujjatlarini tekshiring. Sizda kadastr hujjati bormi? Mulk huquqi davlat ro'yxatdan o'tganmi? Oldi sotdi shartnomasi, hadya, meros guvohnomasi, sud qarori yoki boshqa asos hujjati bormi? Agar hujjatlar eski bo'lsa, elektron baza to'g'ri aks etganini tekshiring. Buning uchun kadastr organlariga, Davlat xizmatlari markaziga yoki My.gov uz orqali tegishli xizmatlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarning nusxasini alohida saqlang. Pasport, kadastr, shartnoma, to'lov kvitansiyalari, ipoteka jadvali, kommunal to'lovlar, baholash hujjatlari, quruvchi bilan tuzilgan shartnoma, dalolatnomalar, bularning hammasini skaner qilib elektron shaklda ham saqlang. Telefoningizda emas, alohida bulutli xotirada yoki fleshkada ham bo'lsin. Chunki nizo chiqqanda hujjatim yo'qolgan deyish sizni zaiflashtiradi. Uchinchi qadam, agar sizning uyingiz buzilish hududiga tushgani aytilsa, og'zaki gapga ishonmang, yozma hujjat talab qiling. Menga ushbu qarorning nusxasini berishingizni so'rayman. Kompensatsiya hisob-kitobini yozma ko'rinishda taqdim eting. Baholash dalolatnomasini bering. Qaysi tashkilot baholaganini ko'rsating deb murojaat qiling. Murojaatni ikki nusxada tayyorlang. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana va muhr qo'ydirasiz. Agar elektron yuborsangiz, javob raqamini saqlab qo'ying. To'rtinchi qadam, baholashga e'tibor bering. Agar sizning kvartirangizga 500 million so'm baho berishsa, lekin shu hududda shunga o'xshash kvartiralar 700 milliondan sotilayotgan bo'lsa, mustaqil baholovchi chaqiring. E'lonlar qo'shni uylarning real savdo narxlari, ta'mir holati, joylashuv, maktab, metro, bozor, transport, qavat, umumiy maydon, bularning hammasi narxga ta'sir qiladi. Masalan, bir xil 2 xonali kvartira chekka hududda 120 million bo'lishi mumkin. Metro yonida esa 620 million bo'lishi mumkin. Shuning uchun iyi xona ekan, hammasi bir xil degan baholash to'g'ri emas. 5-qadam, imzo qo'yishdan oldin hujjatni o'qing. Agar hujjatda kompensatsiyani oldim, e'tirozim yo'q degan jumla bo'lsa, juda ehtiyot bo'ling. Siz hali pulni olmagan bo'lsangiz yoki uy berilmagan bo'lsa, bunday jumlaga imzo qo'yish xavfli. Hujjatda muddat, summa, manzil, maydon, ta'mir holati, ko'chish xarajatlari, to'lov tartibi aniq yozilishi kerak. Keyin kelishamiz. Og'zaki hal qilamiz degan gap huquqiy kafolat emas. 6-qadam, ipoteka yoki kredit bo'lsa, bankdan qochmang. Agar to'lov qila olmayotgan bo'lsangiz, darhol restrukturizatsiya so'rang. Arizada sababni yozing. Ish joyingiz qisqargani, kasallik, vaqtinchalik daromad kamayishi, oilaviy vaziyat. Iloji bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat qo'shing. Bank bilan kelishuvga erishish sud va ijro jarayoniga kirib qolishdan ancha yaxshi. 7-qadam, uy sotib olayotganda tekshiruv qiling. Kadastrdan ko'chirma oling. Mulkdor shaxsan kelgani tekshiring. Ishonchnoma bo'lsa, uning haqiqiyligini tekshiring. Uyda ro'yxatda turganlar bormi? Voyaga yetmaganlar bormi? Nikohdagi turmush o'rtog'i roziligi kerakmi? Garov yoki taqiq bormi? Bularni albatta aniqlang. Ayniqsa tez sotiladi, bugun pul bering, erta kech bo'ladi degan bosim bo'lsa, bir qadam orqaga qayting. Firibgarlar odamni shoshirish orqali xato qildirishadi. 8-qadam, noqonuniy qo'shimcha qurilmani qonuniylashtirish imkonini tekshiring. Agar hovliga qo'shimcha xona, ko'p qavatli uyga kengaytma. Do'koncha yoki ombor qurilgan bo'lsa, mutaxassisga ko'rsating. Ba'zi holatlarda rasmiylashtirish mumkin. Ba'zi holatlarda esa xavfsizlik, shaharsozlik yoki qo'shnilar huquqi buzilgani uchun ruxsat berilmaydi. Muhimi, hamma shunday qurgan degan asos sizni himoya qilmaydi. 9-qadam, nizo bo'lsa, dalil yig'ing. Telefon suhbatini emas, rasmiy yozishmalarni saqlang. Suratga oling, video qiling. Qo'shnilar guvohligi, baholash xulosasi, to'lov hujjatlari, ariza nusxalari, javob xatlari hammasi kerak bo'ladi. Sudda hissiyot emas, dalil ishlaydi. Menga shunday deyishdan ko'ra, mana yozma javob, mana shartnoma, mana baholash kuchliroq. 10-qadam, zarur bo'lsa, advokat yoki yuristga murojaat qiling. Ayniqsa, kompensatsiya katta summa bo'lsa, uy yagona turar joy bo'lsa, oilada merosxo'rlar ko'p bo'lsa, ipoteka bo'lsa, quruvchi kompaniya bilan nizo bo'lsa.
mustaqil harakat qilib xato qilish xavfi yuqori. Bir marta maslahat olish keyin yillar davomida sudlashishdan arzonroq tushadi. Demak, asosiy xulosa shunday. Qonuniy uy joyingizni hech kim shunchaki tortib ola olmaydi. Lekin hujjatlar chala bo'lsa, ipoteka to'lanmasa, uy garovda bo'lsa, noqonuniy qurilish qilingan bo'lsa, davlat ehtiyoji uchun asosli loyiha bo'lsa yoki mulk firibgarlik bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa, xavf paydo bo'ladi. Sizning eng katta himoyangiz to'g'ri hujjat, yozma murojaat, adolatli baholash, shoshilmaslik va imzo qo'yishdan oldin hammasini tekshirish. Men sizga vahima emas, hushyorlik kerakligini aytmoqchiman. Uy bu oddiy buyum emas. Ko'pchilikning butun umr yig'gan mehnati. Shuning uchun har bir hujjatga jiddiy qarang, og'zaki va'daga ishonmang. Kompensatsiya masalasida o'z huquqingizni talab qiling. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Sizning uyingiz buzilish hududiga tushganmi? Kompensatsiya taklif qilishganmi? Hujjatlaringiz joyidami? Men imkon qadar keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot har bir uy egasiga kerak bo'lishi mumkin.